Samarqandda xavfsizlik texnikasi ko'rigi oyligi doirasida seminar tashkil qilindi. Unda elektr montaj ishlarini amalga oshiradigan xodimlarning bilim malakalari o'quv mashg'ulotlari yordamida sinovdan o'tkazildi. Dastlab shu haqda. 2024-yil may oyining oxirlari. Bulung'ur tumanidagi yuqori kuchlanishli podstansiyada yuzaga kelgan yong'in hududdagi 20 ga yaqin mahallani elektr ta'minotisiz qoldirdi. Yong'in natijasida yuzaga kelgan avariyani bartaraf etish, elektr energiyasi ta'minotini tiklash Baxtiyor Musayev va uning hamkasblariga oson kechmadi. Yong'in katta darajada bo'ldi. Transformator ichkarisidagi yog'lar yonishni boshladi. O'chirish ancha muammo bo'ldi. Sozlash payti 3 sutkaga davom etdi. Elektr montajchilari ishi yuqori kuchlanishli tok bilan bog'liq bo'lgani uchun xavfsizlik choralariga qat'iy rioya qilish talab etiladi. Ularning kichik xatolari ham xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Xavfsizlik texnikasi ko'rik oyligi doirasida o'tkazilayotgan o'quv amaliy mashg'ulotining navbatdagisi Bulung'ur tuman elektr tarmoqlari korxonasida o'tkazildi. Tadbirda elektr tarmog'idagi avariya holatini bartaraf etish, asbob-uskunalar va himoya vositalarining shayligi ko'zdan kechirildi. Ozgina noto'g'ri qilinayotgan harakatlar, noto'g'ri tashlangan qadam bu har bir insonni, har bir xodimning hayoti uchun juda ayanchli ahvol bilan tugashi mumkin. Juda ham talabimiz qattiq bo'yicha. Xavfsizlik texnikasi qoidalari hamda bu umumiy normlar bo'yicha to'liq ishlarni tashkil qo'yadi. Buni tagiga nima qilishimiz kerak? Elektr montajchilari har daqiqada xavf bilan yuzma-yuz keladi. Shu sababli xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilishlari shart. Tadbirda havo tarmog'ida elektr toki ta'siriga tushgan jabrlanuvchini qutqarish va unga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish. Yong'inga qarshi kurashish borasida xodimlarning tayyorgarlik darajasi ham sinovdan o'tkazildi. Bugungi seminarimizning maqsadi mehnatni oza qilish, baxtsiz hodisalarning oldini olish, o'sha xavfsizlik texnika choralariga rioya qilishdan iborat. Himoya vositalari soz va shay holda bo'lishi kerak. Agar ish xodimlarimizning himoya vositalari soz bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa ko'ngil hodisalar, baxtsiz hodisalarga uchramaydi. Mo'tabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.